Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилиги жана ошондой эле жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери Бишкек Нарын Тору-Кар жолунда өздөрүнүн кызматын өтөп жатышат. Бул уюштурулган иш-чара жолуна кырсыктардын алдын алуу, алардын ичинде айрыкча оор кесепеттер менен коштолгон жолуна кырсыктардын алдын алууга багытталган. Sizni fiksatsiya qilamiz hozir. Atayin, qancha vaqtda kelasiz? Bu yerda, al yerdan bu yergacha charchağı metr qancha bilasizmi? Yo'q. O'shani o'smi siz degan ılamlıqlarni saqlab kelib o'tasiz al yerdan. Siz hozir bizning nima bilan 41 minutda keldingiz. Videosini ko'rsatmasizmi? 41? O'sha yerda 41 da. Bu o'sha mashinalar cho'g'ila keldi. Mening tegarakdagi mashinalar. Shunday ishla boshladi. Shu vaqt aralıqda isib o'tamiz. Toz to'lasizmi? Na tozgon. Sizmi? Siz. Tozgon. Öyle toz tur. Siz 41 minutda bu yoqqa kelib o'tasiz. Siz negizi ildamlıqni saqlab kelganda o'z o'rni bilan, o'z vaqtida saqlab kelsangiz, siz bu yerga degan 1 soatdan oshiq vaqtda kelsangiz bo'ladi. Siz yo'ldagi ildamlıqdan oshib kelib o'tasiz. To'g'ri, bo'yningizni olasizmi? Bunday olursa boyun olamı? Niye ama biz siz zaten o'sha eksperimentalni qilib nima o'tasiz, siz sebebi iyi. 65 minut. O'shada kelsangiz bo'ladi. Siz bo'lsa ildamlıqda saqlab kelib o'tasiz, aka. Al bo'lmaydi. Bu degan yo'l qismini olib kelish mumkin. To'g'ri. Bir tane stajingiz qanchadan? 95 yıldan beri staj kelsa, siz degan ulguli haydovchi ekansiz. Ulguli haydovchi bo'lish kerak. Mana MK'de yo'lingiz bo'lmay o'qib, ildamlık sabır dediniz. Sen bizde bunday eme, büt respublika aymağında olur. Eğer bunday emeler fakirler bitse, уже çara olduğunu başlayız. Хорошо? Batlı haydovchilar, sizlerden suradım keretelek, ildamlıkты saqtаңыздар. Sebebi ildamlık degen bu eng жол кырсыктарынын эң биринчи кесепети. Ошондуктан ildamlık сактоо бул өмүрдүн кепилдиги жана ар бир секунд маанилүү, бирок өмүр андан да маанилүү.